Assalomu alaykum Merodoppa. Assalomu alaykum. Analiz javoblari chiqdi. Sizda hech qanaqa onkologik kasalliklar yo'q. Xo'sh. Biz ham shundan xavotir olayotgandik, lekin javoblar juda ham yaxshi chiqdi. Endi umuman qo'rqmasangiz ham bo'ladi. Rahmat opa. Lekin bu yog'iga umuman siqilmang. Chunki siz endi 2 kishi uchun yashaysiz. Tabriklayman. Ona bo'lasiz. Homiladorsiz. Qanaqasiga? Hayron qolasiz. Axir 10 yildan beri farzand kutayotgan bo'lsangiz, hech xavotir olmang. Biz o'zimiz nazorat qilamiz. Xohlasangiz poliklinikaga chiqing. Allo, opa, eshityapsizmi? Allo. Sizga muhim gapim bor. Qaror qabul qildim. U bilan ajrashaman, senga uylanaman. Bugun hammasini aytaman unga. To'xtang. Ifora, Sizga gapim bor. meni ham senda gapim bor. Yo'q, birinchiman. Xullas, siz yaqinda ota bo'lasiz. Nima? Xursand emasmisiz? Xursandman. Sizchi, opajon? Tabriklayman Iforaxon. Umr bilan birgamiz. Rahmat.